Qalaysiz? Yaxshi, rahmat. Ismingiz nima edi? Layla. Issiqda qiynalmayapsizlarmi? Mana bu joyda ishlab. Aka, qiynalsak nima iloj? Bilamizda. 60 ming, 70 mingdan ishlayapmiz deyapsizlar-ku. O'sha yig'ganinglardan keyin u pulni nimaga ishlatasizlar? Birinchi o'rinda ayam o'sha ishlataman. Chunki ayam shuncha yildan beri bizda deb ishlab kelyapti. Bizda deb nima bo'lsa ham qilyapti. Bolam deydi har doim. Biz Toshkentdan 700 kilometr uzoqqa mana shu uyga keldik. Ozgina yurgandan keyin u yog'i Afg'oniston va Tojikiston chegarasiga chiqib ketadi. Aynan mana shu oila o'rtoqlar, ishoninglar, juda ham qiyinchilikda yashab kelyapti. Hozir men ichkarigi sharoitlarni ko'rsatib beraman, o'zingizlar ko'rib guvoh bo'lasizlar. Hayotdagi eng katta orzungiz nima? Hayotning katta orzum shu sog'ligim sog' bo'lishim, bolalarimda baxt kamolini ko'rish. Hammanglar bitta ko'zinglarni ochinglar-da. Mana shu chamadon ichida 20 million pul bor, mana shuni hammasi sizlarga. Men bermadim, Alloh yetkazdi. Sizlar ikkovinglar qiynalib, issiqlarda ishlayotdinglar-ku. Mana shuni oling, endi o'sha orzuyinglar ushaldi, oyijoninglarga ishlatasizlar mana shuni. Mana, oling. 20 million buning ichida. Rahmat aka. Umringiz uzoq bo'lsin. Aytganingiz kelsin. Yaxshi kuninglarga ishlatinglar. Shu qilayotgan ishlaringizni nargi dunyoda Allohim o'zi qabul qilsin. O'zi jannat eshiklarini ochsin, iloyim. Agar mana shu 3 ta ishni qilsangiz, ham like bosib, ham videoni tarqatib, ham ehson qilsangiz, ishoning, mana shu oilaga kichkina yordamingiz sabab bitta uy qurilishiga sababchi bo'lgan bo'lasiz, Xudo xolasa.